Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi hamda Termiz shahar soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirokida Markaziy dehqon bozorida o'tkazilgan targ'ibot tadbirida mazkur qaror mazmun-mohiyati soliq to'lovchilarga yetkazildi. Raqamli platformada elektron hamyon ochish imkoniyati yig'ilganlarga katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirkorlar uchun yangi qaror qabul qilindi. Men o'zim Yashil dunyo bozorida ko'p yillardan buyon savdo qilib kelaman. Yakka tartibdagi tadbirkorman. Soliqlarda endi to'lashda bizga buxgalter yoki hisobotlar topshirishimiz shart emas. Bizlarga hozirgi kunda mana shunaqangi xolis servis, ya'ni Paynet ilovasida xizmatlar bo'limida joylashgan mana shu ilovani o'rnatdik va bu ilova orqali 2026-yil yanvar oyidan boshlab endi biz 4% emas, 1% dan soliqlarni o'sha to'lab boramiz va soliq xodimlari kelib bizga tushuntirib berishdi va biz bundan juda ham xursandmiz. Tadbirkorlar bilan bevosita muloqotda raqamli platformalar orqali masofaviy biometriya vositasi yordamida identifikatsiya qilish va mobil telefon raqamga SMS xabar yuborish yo'li bilan yakka tartibdagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi tushuntirildi. Mana bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelyapsiz. Qarorda sizga qulayliklar yaratilgan. Hamma sizning hisob-kitoblaringizda avtomatik ravishda, soliqlaringizni ham hammasini o'zi hisob-kitobini naqd pulda, naqdsiz to'lovlar 4% soliq to'lab kelayotgandingiz, mana 1% ga tushirildi. Mana sizga qancha qulayliklar yaratilgan. Hozir bizning xodimlarimiz tomonidan sizga ko'maklashib, o'sha ilovadan qanday foydalanasiz o'rnattirib beramiz. Tadbirkorlik subyektlarining QR kod orqali yoki naqd pul bilan to'lov amalga oshirilganda elektron platformada qanday aks ettirish, terminalsiz smartfon orqali kartalardan to'lovlarni qanday qabul qilish to'g'risidagi savollarga atroflicha javob berildi.